ishimizni hozir topshirdik, garderob tayyorlab edik. Bu ishimizni To'qboy mahallasi yarim qishlog'iga tayyorlab berdik. Bugun sanamiz 10-iyun 2025-yil. Bitta qisqacha obzor qilamiz. Yana bugun bu ishimizni Jasur aka bo'ladi, xonadon egasi. Obunachimiz bo'ladi. Shu ijtimoiy tarmoqlar orqali ishimizni ko'rib, shu tayyorlab beramiz xulosa. Bitta qisqacha obzor qilamiz ichki tomonlarni. Tez xulosa mana shkafimizni o'ng qo'l tomonini mana shunday o'zini zakasiga bilan tayyorlab berdik. Pastki tomonini tortma. Shunday ikkita vakuum sistemada ishlaydi polnisda. Bu tomoni esa chap qo'l tomoni ham xuddi shunday tortma qilib berganmiz. Tortma. Mana shunday. O'rtasi esa ayollarimizga shunday keng holatda reshimga bo'lgan. Tepa tomonlari esa mana shunday sezonli kiyimlar uchun joy qilganmiz. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. Shunaqa ishlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi.